Obid aka, zo'r so'kilchi ustani ishi nima bilan ajraladi? Azizboy, men 3 ta sababini aytaman. Shu 3 ta sababini qilsangiz, zo'r usta tushirgan bo'lasiz. Birinchi sababi granitga qarab kile ishlatiladi. Misol uchun, qora granitga любой kile ketaveradi. Akfiksmi, somofiksmi farqi yo'q. O'zbekistonning granitlari seriki, qanaqadir rangdagi sarg'aytirib yuboradi. Uni o'zini kileylari bor. Uni bilgan biladi, lekin men aytmayman hech kimga, o'zim ishlatadigan kile. O'sha kileni ishlatsagina chiroyli. Ikkinchi sababini aytaman. Ikkinchi sababi polniy ustanovkadan kelgan, buni ximichisiy обработкасы bor. O'sha обработкасini qilmasa, qilgan ishi bir tiyin bo'ladi. Обработка nimaga? Mana biz faska ochamiz, granitni kesamiz, yonida uchgan, chizgan joylarning hammasini o'sha kimikatdan o'tib bitamiz. Bu arzon turmaydi, lekin ko'pchilik ishlatmaydi bu narsani. Keyin uchinchi sababini aytaman. Uchinchi sababi tozalikka rioya qilish. Bitirgandan keyin polniy uborkasini, so'qillarini hammasini yuvib chiqib ketadigan usta, ishi yaxshi usta bo'ladi. Agar shu uborkasini qilmadimi, unga pul ham bermasangiz, arziydi. Tozalikni yaxshi ko'radigan ustani ishi toza. Bunaqa foydali kontentlarni o'tkazib yubormaslik uchun nima qilaylik? Bunaqa kontentlar juda ham ko'p. Lekin bizani qo'yayotgan kontentlarimiz faqat fasadga oid. Fasadga oid zo'r kontentlarni bizning sahifamizga obuna bo'lib qo'ysa, ko'rsatib yoritib boramiz.